Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolida izlanish programmamizning 68 soniga xush keldinglar. Bugun biz hukumatimizning bosh ministri Abdulahad Nur Damollon bilan din va siyosat degan temada suhbatga kirishimiz. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmet. Rahmat. Bugun men bu temani yanıla Cumhur Reisimiz Mehmet Ala Efendimning eksik qo'ygan muning so'zi bilan boshlashni niyat qildim. Zulmdan to'kilgan ishingni hech kimning sirtib qo'ymaydiganligini bilganingda, yig'lashni emas, balki sana zulm qilganlarni yig'iltishni tanlaysan. Ya bir umr yig'lab o'tsan. Unutma, sen to'kkan yosh nurg'un odamlar uchun dengizning tuz suyidimi qadrsiz. Ammo zolimlarning sen to'kizgan har timim yeshi aşı dengizdimi büyük. Şunda bizning yeshimizni ertadiganlar yo'q. Mayli Türk qarindishimiz olsun, mayli dindosh musulmonlar olsun. Mayli demokratni bayroq qilib ko'targanlar olsun, ular bizning yeshimizni ertmaydi. Bizga zulm qilganlarning, ya'ni tajovuzchi Xitoylarning yeshini eqitishlar bizga birdan-bir to'g'ri tanlash. O'zini mazlumlarning qo'g'dug'uchisi deb atib olgan 200'limichi Türkiye hükümeti Xitoy bilan terrorlikqa qarshi hamkorlikni kuchaytirish va'dasini yanglab, Türk dunyosidagi o'z qarindoshlari bo'lgan eng chong xiyonatga ishtirok qilib o'tgan bu vaziyatda Türk dunyoviy tanliq futbolchi Mesut O'zilning bir so'rinda yoshlar qilgan yurak so'zi qalbimizni larzaga soldi. O Sharqiy Turkistonlikqa bo'lib o'tgan zulmdan qattiq qayg'urganini va o'zining hech zamon zolim tarafda turib boqmaganligini so'zladi. O biz için haqni so'zlab, nurg'un manfaatidan quruq qoldi. Ammo haqiqiy qarindoshlikni yetkazib, pok vijdonini saqladi. Biz Mesut O'zil va u kabi qarindoshlarimizga cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. Bugun dal hukumatimizning bosh ministri Abdulahad Nur Damollon bilan zolim va zulmga bog'liq so'z temasida bo'lamiz. Abdulahad Nur Damollon, marhamat. Biz davomli xalqimizdagi din bilan siyosatni zid o'ringa qo'ydigan, ya'ni dinga taqvodorligini, ammo siyosatga aralashmaydiganligini ifodalagan hoshni ko'ramiz. Bu mantiqqa uygunmi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu savol bizniki Sharqiy Turkistonliklar orasida delg'ullik paydo qiladigan bir savol bu. Chunki bizning dinimizda din bilan siyosat aralashmaydi, ayrim bo'ladi deydigan bir ish yo'q. Bizning dinimizni Qur'oni Karim orqali keldi-ku bizning dinimiz. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bizga tushundirgan vaqtida, insoniyatni tushundirgan vaqtida, inson degan biz-ku mana. Biz insonlarni tushundirgan vaqtida shunday tushundirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ve iz degan bu yerda bizning xotirlashimizni, esimizga elishimizni talab qiladigan va bizni ogohlantiradigan bir kalima. Ey inson, xotirla. Sening Rabbing insonni yaratgan chaqda malaikalarga shundoq degan edi. Men yer yuzida bir xalifa yarataman degan edi. Debbilab oxirisda anandikin bu xalifaning ulug'lig'ini malaikalarga tushuntirish uchun sizlar bu xalifaga sajda qilasizlar deb farishtalarning sajda qilishiga buyruq qilgan inson. İnson uchun sajda qilinglar deb. Bu sajda hamda e'tirof qilish, hurmat qilish sajdasi. İbadet secdesi emas. Hamda maxluqqa secde qilmaydi, o ibadet secdesi emas, bu faqat hurmat, ta'zim secdesi. Bu inson bu yerda firishtalardan ulug'lashlik sabab nima? İnsonning xalifa bo'lib yaratilishi. Unda bo'lganda xalifa degan nima? Xalifa degan mushu Allohning mushu insoniyatga evatib bergan ilahiy sistem bilan dunyo boshqarish degan gap. Dünyani boshqarish
ne? Bizning dinimizda xilofat keladi. Halife yıldızdan çıktı xilofat arkada. Arka degan gap xalifa degan. Xalifaga nima degan gap desa, Alloh boshqurdi-ku normalda koinotni, olamni boshqurdi. Allah insoniyatni imtihon qilish uchun men sizlarga bir iroda beraman, juz'iy ixtiyor deyiladigan bir iroda beraman. Mush iroda bilan mening hukmim bo'yicha dunyoni boshqursizlar deb insonni ashunday qilib insonning ulug' bo'lishining sababi mush dunyoni boshqurishdagi xosiyatidan keladi. Endi bu dunyoni boshqurish uchun siyosatga kirmay turib qanday boshliq bo'ladi? Qanday boshqaruvchi bo'ladi? Masalan, siyosatga kirmagan odam saylamga qatnashmaydi, saylanmaydi. Hech qanday narsani men boshqaraman deydigan bir davası olmagan odamni siyosatga qatnashmagan odam deymiz. Men boshqarilsam bo'ladi. Men boshqarish niyatim yo'q. Meni kim boshqarsin deydigan odamlar siyosatga aralashmagan odamlar. Ammo men boshqarishim kerak. Men inson, meni Alloh inson qilib yaratdi. Meni Alloh inson qilgan vaqtda firishtalarni ulug' qilib yaratdi. Mening bu dunyodagi vazifam bu dunyoni boshqarish. Eng az bo'lgan vaqtda o'zimiz boshqarish, o'zimizning davlatini o'zimiz boshqarish, o'zimizning millatini o'zimiz boshqarish, yot dushmanlarga bo'ysunmaslik, ishg'oliyatga bo'y egmaslik, tajovuzchilikqa itoat qilmaslik deydigan bir niyat bilan yashaganning ismini İslamiyatda shu xilofat deyiladi. İnson shuning uchun yaratilgan. İnson mushundaq bir ulug' bo'lishining sababi mush xilofat yuzidan ulug'. Hamda boshqarmayman deb men siyosatga aralashmayman. Men boshqarishga qatnashmayman, o'zimizni boshqarishga aralashmayman. Meni kim boshqarsin deydiganlarni Qur'oni Karim nima deydi? Ularni hayvon bilan tanglaydi. Ulayka kal an'ami balhum adal. Boshqarilgan insonlar, boshqarilgan tipdagi insonlar, Allohning buyrug'i bilan karvonmagan, beshiga kim chiqsa, kar yo'q yurgan odamlar bular hayvonga o'xshaydi va hayvondanmi texmi ozg'un. Deb Allah boshqarishga yüzüne atagan insanlarını insan deb firishtadan ulug' deydi bir tarafdan, yana bir tarafdan boshqarishga qatnashmaymiz, biz siyosatga aralashmaymiz deydiganlarni hayvonga o'xshash va hayvondan ozg'un deb tuvanga tushirib. Shuning uchun bizning islom dinimizga ko'ra siyosatga aralashmayman deganlik yo'g'on gunoh. Yo'g'on gunoh kabiralarning nimasidan keladi. Shuning uchun siyosatga aralashmagan odam mush dunyoda xorliqda yashagandek oxiratda jahannamga mahkum bo'ladi. Bu haqda Payg'ambar alayhisalom nima dedi? Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna. Musulmonlarning ishlariga ko'ngil bo'lmagan, himmat ko'rsatmagan insonlar bizning qatorimizdan emas. Ya'ni mening ummatim emas demoqchi bu yerda. Musulmonlarning ishlariga aralashmagan, ko'ngil bo'lmagan, himmat ko'rsatmagan odamlar bizdan emas, mening ummatimdan emas deb Payg'ambar alayhisalom ummatlikdan qo'g'lab chiqaradilar. Siyosatga aralashmaydigan odamlarni Alloh taolo bandilikdan qo'g'lab chiqarib hayvonlarning qatorisiga olib ketdik. Endi bu xato ideya. Biz bir musulmon millat, Sharqiy Turkiston xalqi, musulmon xalq, musulmon millat. Bizning aqidamizga ruhiy kuch beradigan Qur'oni Karim, Rasulullahning sunnati, mushundaq turuluq dinimiz mushundaq da'vatsa, bizga bu ta'ti gap nereden kelib chiqdi desa, kelib qoldi desa, bu tajovuzchilar tarafidan kelgan bir gap. Çünkü tajovuzchilar bizning mingimizni jug'ab vaqtida o'zi ishlab chiqargan sun'iy molla nomidagi insonlarning og'zi orqali
siyosetga aralashmaysiz, siyosetga aralashsangiz unda bo'ladi, bunda bo'ladi deb siyosetni sert ko'rsatish orqali, siyosetning mehnat narsa ekanligini so'zlash orqali bizni siyosatdan uzoqlashtirib etdi. Shuning uchun xalqimiz siyosetga yaqin kelmagachga siyosatni ham tushunmaydi, ham bilmaydigan holga kelib qolishining sababi mana shu. Shuning uchun siyosatga aralashmaymiz da'vatqanlarning shu biljirlab eng jiq kuchab ketib qolganlari Xitoyga ishlaydiganlar. Ikkinchi darajadagilar nadon, dinni tushunmaydigan shu Xitoy agentliklarininki so'zlagan narsasi bilan kallasi jo'yilib, oqidan mangib ketgan nurg'un nadon insonlar bor. Shuning uchun bu fikrni yeyayotganlar birinchi darajadagi Xitoy jasuslari, ikkinchi darajadagi nadon, dinimizni tushunmaydigan insonlar shunday deb qaraydi. Shuning uchun xalqimizning bu haqda diqqat qilishini, siyosatga ixlos bilan, samimiyat bilan aralashishni talab qilamiz. Nima uchun degan vaqtda biz Sharqiy Turkiston xalqi ishg'oliyat ostida yashayotgan bir xalq. Vatanimiz Xitoy tajovuzchilari tomonidan tortib olingan bir xalq. Xalqimiz Xitoy tajovuzchilari tomonidan irqiy qirg'inchilikqa hukm qilingan va ijro qilinayotgan, yo'q bo'lish girdobiga kelib qolgan bir xalq. Mushundaq ahvol ostida biz siyosatga aralashmasak, o'zimizni qutqizishga tirishmasak, millat sifatida hech kim bizning beshimizni silab qo'ymaydi. Abiyatni dildigo, yig'lasak, hech kim yeshimizni aytib qo'ymaydi. Bu dunyoninki xarakteri bu qarindoshlar. Biz alqa eng yomon zamonda yashayotgandek tuyuldi. Bu burungi payg'ambarlardan tortib hozirgacha o'xshash har qachon musulmonlar siyosatga aralashmasa, bizga o'xshash kunni ko'rdiganligi bu Allohning bir sunnati, sunnatulloh deyiladi. Oqibat shunday bo'ladi. Bu yomon oqibatdan qutulishimiz uchun millat sifatida, xalq sifatida siyosatga aralashishimiz lozim. Ya'ni mustaqilligimizni asliga keltirish harakatiga dadillik bilan, xolis yurak bilan atlanishimiz lozim. Bo'lmasa taqdirimiz o'zgarmaydi. Rahmat. Pek yaxshi so'zlab berdingiz. Chunki mantiq bo'yicha aytgandimi, sizning masjidga borganingiz, namoz o'qiganingiz bizningki namoyish qilganimiz bilan barobar bo'lishi kerak asli qoida bo'yicha. Chunki agar dinning mantiqisidan chiqsak, masjidga qizg'inlik bilan berayotgan, yangi qurayotgan masjidning atrofi o'lishayotganlar bizning namoyishimizga to'p bilan kelgan bo'lsa, bu to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Chunki bu ikkisi bir yo'l. Biz dinimizga aqida qilyapmiz, siyosatini mengyapmiz. Bizdagi to'g'ri siyosat dal Sharqiy Turkistonning mustaqillik uchun qilgan siyosatimiz to'g'ri siyosat. Uni yana yapsaqlab boshqa gapga olib, boshqalarmi bizmi siyosat qilyapmiz deb Xitoyninki ketmini chapsa, u siyosat bo'lmaydi. Rahmat. Islom dinimizda zolimga va zulmga qanday qaraydi? Boy bizim Mas'ud O'zilning gapida deydi. Zolimga yantayoq bo'lish va yoki zulmga sukut turish gunoh hisoblanadi. Albatta gunoh hisoblanadi. Bu zulm mushu dinimiz qaragan gunohlarning ichida eng yo'g'on gunoh. Zulmdan yo'g'on gunoh bo'lmaydi. Bizning dinimizda shunday bir qoida bor. Oyat orqali sabit bu qoida. Fala udwana illa ala zalimin. Zalimlardan boshqa hech kimga dushmanlik qilish yo'q. Bizning dinimizdagi qoida bu. Agar bir odamga sen kafir deb eskilik qilmaymiz. Sen mushrik deb eskilik qilmaymiz. Bakada tug'an o'zining diniga e'tiqod qilayotgan mushrik dindikilar, xato dindiki mushriklarga yoki bo'lmasa islomiyatni qabul qilmagan kafir turdagi insonlarga bizning dinimizda sen kafir, sen mushrik deb eskilik qilish yo'q. Ularni dinga da'vat qilish bor, eskilik qilish yo'q. Agar bir musulmon zolim bo'lsa, bizning vazifamiz shu musulmonga qarshi turamiz. Agar zolim dadimiz bo'lsa, dadimizga qarshi turamiz. Zolim balamiz bo'lsa, balamizga qarshi turamiz. Chunki zulmni desteklash, zulmga yordam berish bizning dinimizda %100 xato bir narsa. Shuning uchun
Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bütün insaniyetke hitap kılıdıma hitap, bütün insaniyetke kılınan hitap. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar ve ma lekum min dunillahi min evliya thumme la tunsarun. Sadakallahul azim. Ayet Allah deydi, ey insanlar. İnsanlar diyenlerin içinden de şu hakimiyet beşirikiler yardım bir iş kuchni qo'lda tutib turayotganlar, yardım bir ishga kuch yetadigan, kuchni qo'lda tutib turayotganlarga Allah xitob qilib shunday deydi. Ey insonlar, zolimlarga arq terak bo'lib bermanglar. Terkenu degan rukni, yiltizdan chiqdi. Rukn degan ma uyni tutib turgan, uyning tuvruklarini deymizgo. Uy turgan turuk, stunlar, ma foundation deydim inglizcede. Zalimlarga aşında arq tayak olup, arq tuvruq olup bermanglar. Zalimlar sizlarning kuchinglar bilan zulmni davom qildirmasin. Sizlar kuchinglarni tartib olinglar ulardan, ularga qarshi turinglar, zolimlar zulm qilolmaydigan halga kelsin deb vala terkanu kelimasi bilan ifoda qiladi. Unda bo'lganda qanday bo'ladi? Agar shu zulmga sizlar destek berib qolsanglar, bir yerda zulm bor, masalan Sharqiy Turkistonda bir zulm bor, bir irqiy qirg'inchilik bor. Agar buningga shuni ko'rib turib Xitoyga oq terak chiqsanglar, Xitoyga yordam bersanglar, Xitoy tarafda tursanglar, fatamassakumun nar, bu zulm o'ti sizlarga tutishadi. Hozir Sharqiy Turkistonda kuyayotgan bo'lsa bu zulm, agar bu zulmga qandaq bir davlat desteklasa, Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'llasa, terrorizmga qarshi nomliq tuhmat bilan qarilsa, Sharqiy Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilik yoki shuning o'xshi shu qo'llagan davlatning beshiga keladi. Oyatning mazmuni bu. Fatamassakumun nar. Sizlarga shu zulm o'ti sizlarni tutadi. Bunu tercüme qilgan vaqtda cehennem o'ti tutadi deb tercüme qilganlar to'g'ri. Zaten bu dunyoda zolimga yordam qilgan odamlarning oxiratda cehennemga mahkum bo'lishi muhaqqaq. O %100. Vadalqa bizning davlat manfaatimiz vatdi deb, davlat manfaatini deb zolim tarafda turadigan ish yo'q bizning dinimizda. Bu ishlar hozirgi o'rmon qonuni davatgan hozirgi sistemda bo'lgan bilan bizning dinimizda milliy manfaatimiz, davlat manfaatimiz deb turib, zolimga yantayoq qiladigan ish yo'q. Din cheklaydi uni. Nima uchun degan vaqtda qiyomatda Alloh hisob so'ragan vaqtda Allah hesabni o'zining kitobi bo'yicha, o'zining qonuni bo'yicha so'raydi. Hozirgi dunyoning xalqaro qonuni bo'yicha so'rmaydi. Unda bo'lgandan bizning dinimizga ko'ra Xitoyga yordam qilayotganlar, Xitoyning safida turayotganlar, u davlat bo'lishidan qat'iy nazar, tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, qanday qurum bo'lib ketishidan qat'iy nazar, Sharqiy Turkistonliklarning beshiga kelgan ofat ve şununla o'xshib ketadiganlar, şu destekleganlarning beshiga keladi. Bu bir muqarrar qonuniyat bu. Ve ma lakum min dunillahi min awliya. Sizlarga Sharqiy Turkistonliklarning beshiga kelgan bu ateş sizlarni tutgan vaqtida sizlarga yordam beradigan hech kim chiqmaydi. Hozir sizlar Xitoyga yordam berayotganingiz bilan agar Xitoy qo'pab Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandek ishg'ol qilib qolsa sizlarni qo'llaydigan hech kim chiqmaydi. Hozir Sharqiy Turkistonni qo'llaydigan hech kim chiqmagandek, O'rta Osiyo davlatlari deyli, mayli Turkiya deyli, Iran deyli, mayli musulmon davlatlari deyli, mayli musulmon bo'lmagan davlatlar deyli, kim Xitoy tarafda tursa, Xitoy kuchlanib xalqaro tajovuzchilikni boshlagan vaqtda bütün Xitoy tajovuzchiligini boshlagan vaqtda bu halqa beshiga kun kelgan davlatlarni, millatlarni hech kim qo'llaydigan chiqmaydi. Summa la tunsarun. Uningdan keyin hech qachon yordamga erishilmaysizlar deb Allah hem agalantiryotdi, hem ta'dis qilyotdi. Shuning uchun bu zulmni qo'llash masalasi bek yo'g'on gunoh.
bu ish agar bizning Sharqiy Turkiston xalqining ichida bo'lsa, ki nurg'un insonlar Xitoy tarafda mecburi turdi. Bu dunyo va oxiratligini vayron qilgan bilan o'xshash. Nima uchun buni Sharqiy Turkiston xalqi unday bo'ladi deyishimning sababi, Sharqiy Turkiston xalqi vatanning ichidami? İngilizce'de captive nation deydi-ku. Esir qolgan millat, esir millat. Sirtkilar vatandakilarni esirga olib olish orqali sirtkilar go'ro'ga ilingan millat. Shuning uchun Xitoy istixboroti dunyoning hamma yerida xalqimizga tahdid solish orqali Sharqiy Turkistonning gapini qilsang, vataningning gapini qilsang, xalqingning gapini qilsang, beshinga mandaq ishlar keladi deb qo'rqitib, xalqimizni o'z tarafdan majbur tutib turadi. Millionlagan Xitoy jasuslari, milliardlagan Xitoy dollari orqali xalqimizni kuch bilan, istixborot kuchi bilan, tahdid kuchi bilan Xitoy tarafda tutib turadi. Endi bu yerda Xitoy ashundaq tahdid selvatsa, xalqimiz shu tahdiddan qo'rqib, Xitoy tarafda tursa, Allah afv qilamdi? Allah afv qilmaydi. Nima uchun afv qilmaydi? Allah'ımı bizga sinaq uchun keldik-ku, va sinaq uchun. Men tarafda tur deydigan buyruqlarni beraylik. Zolimlar tarafda turma dedi. Ular zolimlar tarafda tursa, qanday tahdid bo'lishidan qat'iy nazar, u Allah'ninki hukmi o'tidi natijada. Shuning uchun Allah tahdid qilib, dunyo va oxiratda baxtsiz bo'lasizlar, dunyoda rasvo bo'lasizlar, oxiratda jahannamga mahkum bo'lasizlar deb tahdid qilishning sababi shu. Shuning uchun bizning Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarga deb qo'ydiganimiz, Xitoy qanday pul taklif qilsa qilsin, qanday tahdid qilsa qilsin, ota-onangni yo'q qilib yetimi, o'ltirib yetimi desin, balchaqalaringni uni qilib yetimi, buni qilib yetimi desin. Bunday bir tahdid bo'lgan taqdirdami, biz erkin dunyoda Xitoyga qarshi harakat qilmasak, bizning har qanday bahonalarimiz aqmaydi qarindoshlar. Allah'ның dergahı bağında akmaydı. Hak meydanda turmasak bo'lmaydi. Shuning uchun meyli biz Sharqiy Turkiston xalqi bo'lsin, meyli bizning qarindosh millatlarimiz bo'lsin, meyli musulmon qarindoshlarimiz bo'lsin, meyli yot davlat boshqa millatlar bo'lsin, mushundaq bir zulmda Sharqiy Turkiston tarafda turmagan, Sharqiy Turkiston xalq tarafda turmagan har qanday kishi, har qanday davlat en ahiriste balaya afetki qaladı. Xitoyning zulmiga qaladı, Xitoyning tajovuzchiligiga qaladı. Bunu da Allah yana ayetlerde muşunda yani deb kelib, illallazina tabu min ba'da zalika ve aslahu deb keladi. Tövbe qilganlar, qilgan ishlarini isloh qilganlar, tövbe qilib haq maydonga o'tganlar buning mustasna deb mustasnasini deydi. Shuning uchun asasen bizning Sharqiy Turkiston xalqiga desak, kech emas qarindoshlar. Xitoyning qanday tahdid qilishidan qat'iy nazar to'g'ri maydonga o'tishimiz lozim. Ro'za Ramazon kelyapti. Xitoy maydonida turib qilgan ibodatlarimiz nol. Xitoy tarafdori turib, bir taraf najabmush Xitoyga ishlayapman, Xitoy tarafdori turib qolyapman. Shuning uchun mush gunoyimni yuvish uchun manda ibodat qilay, manda ro'za tutay, manda Qur'onni qo'y deb o'ylab qolmanglar. Qanday ibodat qilsanglar qilinglar, Xitoyning maydonida turgandan keyin bu ibodatlarning hammasi nol. Chunki Allohga Xitoyni sherik qo'shgan bo'lsizlar. Burungi zamonlarda butni sherik qo'shdi-ku. Hozirgi zamonda Sharqiy Turkiston xalqi va atrofimizdagi musulmonlar Allohga Xitoyni sherik qo'shadigan holga keldi. Bunda shirk qo'shgan holatda qilingan ibodatning hech biri qabul bo'lmaydi. Shuning uchun zulm bayada kim bo'lishidan qat'iy nazar maydonimiz aniq bo'lishi lozim. Rahmat. Har qatim sizdan nurg'un o'sha diniy bilimdan anglaymiz. Bu dindagi mantiqini nihoyatda aniq tushuntirib bersiz. Bu cho'qim takrorlangan bu savollar takrorlangan bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz, ammo har qatim anglaganda bizningki qilayotgan ibodatimizning diniy asoslarimizninki bir tegivoliqini sizning og'zingizdan anglab tushunyapmiz. Haqda turmoq uchun zolim qarshi turmoq kerak ekan, zolim Xitoy bo'lgan ekan,
bizning zolim qarashtirgan to'g'ri usulimiz faqat va faqat Sharqiy Turkistonning mustaqillik orqali amalga oshirgan, ham Xitoy taraf turib qo'ygan butun ibodat, barliq aqidaning hammasi yanala gunohga yo'tir ekan. Rahmat, buni tushunib olganingizga. Hamda biz vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilamiz va buni Alloh rizosi uchun deb tushunamiz, sharhlaymiz. Bu bizning ummatchiligimizga zidmi? Bu pek muhim savolken. Şu ahirki yerden başlaylı, bizning ummatchiligimizga zidmi deydigan yerdan başlaylı. Biz Sharqiy Turkiston xalqida ummatchilik qiladigan salohiyat dahi yo'q. Ummatchilik qilmaymiz desak kulkiga qolamiz. Biz musulmon bo'lish sutimiz bilan Muhammad alayhisalomning ummatining yaxshi ahvolda bo'lishini arzu qilamiz. Muhammad alayhisalomning ummatining kuchli bo'lishini arzu qilamiz. Bu bizning musulmon bo'lish sutimiz bilan arzuyimiz. Ammo biz ummatchilikni biz qilamiz desak, Sharqiy Turkiston xalqi sifatida biz qilamiz desak, bu yarashmaydi. Nima uchun? Sharqiy Turkiston xalqi qanday xalq? Abiyat deb o'tgandek, asr xalq. Qolgan bir xalq. Qul o'zini azod qilmay turib, boshqalarga yordam qilolmaydi. Chunki qul qilib olganning amri farmoniga bog'liq yashaydigan bo'lgandan keyin, u qulluqdan azod olmay turib, boshqalarni azod qilg'ili olmaydi. Qulluqdan azod olmay turib, boshqalarga yordam qilg'ili olmaydi. Bu nuqtadan qilgan vaqtda biz Sharqiy Turkiston xalqining ummatchilik qilish salohiyatimiz dahi yo'q. Misol versak, cho'ng bo'lmagan balni o'lib qo'yg'ili olmaydi-ku. To'yini qilish uchun cho'ng bo'lish kerak. Agar kichik balni to'y qilib qo'ysa, haq kuladi. Nima qilg'iydi ma bu haqning deb. Shuningga o'xshagan biz taqa ummatchilik qilish balog'at yeshiga yetgan xalq emas. Chunki biz ozod emas, mustaqil emas, hokimiyat, kuch bizning qo'limizda emas. Yana bir misol. Boy bo'lmagan odamga zakat kelmaydi. Bizning iqtisodimiz nisobga yetmasa, zakat kelmaydi, chunki kambag'al hisoblanamiz. Bizdan ummatchilik qilishni talab qilish, kambag'aldan zakat talab qilgandek emas. Chunki qo'lidan kelmaydigan ishni talab qilganlik. Yana bir misol berishga to'g'ri kelsa, bir yerda bir shirkat ochmoqchi biz. 10 odam deyli. 10 odam 10 ming dollardan pul chiqarib, 100 ming dollar pul to'plab, bir yerda shirkat ochmoqchi. Shart shu, hamma uning 10 ming dollardan pul eklanlar deydigan sharti bor. Ammo bir kichik val kelib, mening qatvalanlar, mening pulim yo'q, ammo cho'ng'o'g'a vaqtimda pul topgan vaqtimda 10 ming dollar beray, hozir men shu shirkatga sherik qilaman desa kim o'ynaydi? Chunki o tek kichik vala, uning tek puli yo'q, unda bo'lgan sherik bo'lishga salohiyati yetmaydi. Oldi bilan u bala cho'ng bo'lish kerak, shu 10 ming dollarni tepish kerak, anandan keyin shu salohiyat hozirlangan vaqtda kelsa bo'ladi. Shunga o'xshagan bizning millatning taxi ummatchilik qilish salohiyatimiz, qobiliyatimiz yo'q. Unda bo'lgandan keyin bu nima uchun bizning millatning ichiga bu o'z xalqimizni desak, o'zimizning millatimizni desak, ummatchilik qarshi bo'lib qoladi. Bu millatchilik bo'lib qoladi degan ideya nima uchun keladi degan vaqtda buni Xitoy tajovuzchilari, Xitoy ishg'oliyat kuchlari bizning mingimizni juydigan chaqdisda shu dinimizni qo'llanish orqali ta'tirisga juyitiqlik bizning dinimizni. Normalda mesela milletçilik değil. Ümmetçilikni qo'yib turib hozir biz milletçilik o'zimizning millatparvarligimizni qiladigan bir vaqt hozir. Vatanimiz inshaalloh ostida bo'lgandan keyin, xalqimiz qulluqda bo'lgandan keyin biz millatparvarlikka o'tib o'z millatimizni kuchlantiradigan, o'z davlatimizning mustaqilligini asliga keltiradigan harakatga o'tish zamonimiz. Shuni qilishimiz kerak. Ammo buni qilayli desak, Xitoy bizdan o'sha kelib millatchilik qilsa bo'lmaydi, dinda yomon bo'ladi deb
mavu sepsetini ko'tarib chiqdi Xitoy. Nimaga asosan shundoq bo'ladi desa, masalan Xitoy josuslarining og'ziga qarasanglar bir hadis bor. Bu hadis to'g'ri. Bu hadis qaysi hadis? Asabiyat uchun kurash qilganlar jahannamga kirdi degan hadis bor. Asabiyat degan irqchilik nuqtasidan. Buni qanday vaqt qo'llanamiz biz Uyg'urlar degan vaqtimizda o'zimizga qanday vaqt tartiblaymiz desak, agar biz Xitoyning o'rnida bo'lib, biz Xitoyni besib olgan bo'lsak-to'q, Xitoy qarshi biz irqiy qirg'inchilik olib berayotgan bo'lsak-to'q, bizning dinimiz hadisni ko'tarib chiqib bizga qarshi turdi. Ey Uyg'ur, sen musulmon, sening payg'ambaring mandaq dedi, irqiy qirg'inchilik qilolmaysan dedi. Millatchilik qilaman deb, milliy manfaatim deb boshqa millatni qirib tashlamaysan dedi. Shuning uchun men qirg'inchilikni qilolmaysan deb shu chaqda deyaladi. Agar Xitoyning o'rnida biz ulab, Xitoyni besib olib, Xitoyga irqiy qirg'inchilik qilgan bo'lsak, anandikini ishlaydigan hadis bu. Ammo buning ahvol buning ta'siri. Xitoy bizni besib oldi. Biz bir musulmon xalq. Vatanimizni ishg'ol qildi, xalqimizni qul qildi, irqiy qirg'inchilik qilyapti. Bu holda biz o'zimizni qutqizish bilan mukallaf. O'zimizni qutqizish vazifamiz var. Millat sifatida, xalq sifatida biz o'zimizga ko'ynadigan, o'zimizni kuchlantiradigan nima qilsak qilib Xitoydan qutulib ketish vazifamiz var. Nahmush vazifaga Uyg'urlar mashg'ullanib qolmasin, mush vazifaga atlanib qolmasin deb millatchilik qilsa bo'lmaydi. Biz shu Alloh rizosini deymiz. Dunyoning nerede bo'lsa biz Alloh rizosini deymiz deb tayya vatanni ishg'ol qilayotgan dushman Sharqiy Turkistonda to'sa, dunyoning birinchi numorliq mehnat, kommunist, tajovuzchilari kafir ise dünyada Xitoydan egri kafir yo'q. Birinchi numorliq din dushmani shu Xitoy, shu Sharqiy Turkistonda to'sa, u Xitoylar bilan hech qanday kari yo'q. Aningdan berib dunyoninki halqi hammalarning ko'zi ko'rdigan yerga berib, va'da biz ummatchilik qilamiz deb jugurib yurish nimizga xilof. Bizning vazifamiz hozir ummatchilik emas, o'zimizning xalqini qutqizish vazifamiz var. Unda bo'lgandan keyin bu ummatchilik qilish, shu millatchilik qilish degan bu fitna. Xitoy tajovuzchilar tarafidan kallamizga qo'shib qo'yilgan bu fitna. Bu shu 20-30 yillab ketdi bu fitna chiqqali. Bu. Yana bu haqda bir sahoba Payg'ambar alayhisalomdan so'raydi. Mush Payg'ambar alayhisalom shu irqiy kamsitish, shu mushning yomon gunoh ekanligini da'vat qilmoqda bir sahoba ya Rasululloh, bir odam o'zining millatini so'ysa, shu milliy sevgisining tufaylidan shu o'z millatiga xizmat qilsa, bu irqchilik qo'llanadi desa Payg'ambar alayhisalom yo'q deydi. Sahoba shunday deb so'raydi. Aminal asabiyyati ay yuhibbar rajulu qawma. Ya Rasululloh. Bir inson o'zining millatini so'ysa va uning xizmat qilsa bu asabiyat bo'lamdi deb so'ragan vaqtda Payg'ambar alayhisalom la, yo'q, bu asabiyat bo'lmaydi. Al asabiyatu an tu'ina qawmaka ala zulm. Asabiyat qanday bo'ladi? Bu millatchilik, irqiy kamsitish qanday bo'ladi desa, irqiy kamsitish sening millating zulm qilayotgan bo'lsa, shu zulmga yordam berish irqchilik bo'ladi, irqiy kamsitish bo'ladi, millatchilik deb ma'no deymiz deydi. Bu nuqtadan qaragan vaqtda bizning millatimiz hech kimga zulm qilishlik emas. Uyg'ur xalqi olsun, mayli boshqa turk xalqlari olsun, bizning Sharqiy Turkistonda hech kim hech qanday bir millatga zulm qilishlik emas va'da. Hammamiz zulm ostida yashayapmiz. Biz zulm ostida yashayotgan odamga sen zulmga yordam qilsang bo'lmaydi deydigan hadisni kelib ummatchilik nomidan xalqimizni mendaq azdirish bu Xitoy istixborot xodimlarining ishi. Shuning uchun va'da millatchilik bilan hozir biz uchun Sharqiy Turkiston xalqi uchun
Milletçilik bilen ümmetçilik hiç qachon bir-biriga halqa zid emas. Milletçilik tarraq dairede oludu, ümmetçilik kengrek dairede oludu. Ama biz tar dairenin işinin mi işini texe. Am ümmetçilik dairesiga yetişip uyandı tursun, milletçilik qılğıdek mi kuchimiz yok, yüzümüzden milletini qutqizanmayapmiz. Nurg'un adamlarimiz o'zining oilasini qutqizanmayapti. O'zining jinini qutqizanmayapti hozir. Umumyuzlik bir irqiy qirg'inchilik ostida turayotgan bu bechora millat, o'zining jinini qutqizanmayotgan bir millat Xitoy josuslari tarafidan ummatchilik nomi bilan mingsi jo'yilyapti. Shuning uchun bizning dinimizda millatchilik desa qayerga to'lg'ab ishlat qiladigan bu gap. Agar millatchilik milliy manfaatimiz uchun xizmat qilish, o'z millatimizga xizmat qilish deydigan bo'lsa, islom dini buni qo'llaydi millatchilik. Agar millatchilik o'z millatimizni deb turib boshqa millatlarning izidiga sho'g'an bo'lsa, buni cheklaydi. Bu millatchilikning ta'rifini bilib olishimiz lozim. Shuning uchun agar bizning niyatimiz o'z xalqimizga xizmat qiladigan, o'z xalqimizni qutuldiradigan mandaq niyat bo'ladigan bo'lsa, bu dinimizning hech qanday yeriga putlashmaydi. Putlash emas, bizning ustimizga dinimiz tarafidan bekitilgan farz ibodat hisoblanadi. Shuning uchun biz bu Sharqiy Turkistonni qutqizish, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, Sharqiy Turkiston xalqini ozod qilish harakatini ibodat deyishimizning sababi shu. Normalda ibodat nima deymiz? Nimani ibodat deymiz? Allah buyurgan bir ishni qilganni ibodat deymiz, shundaymi? Allah bir ishni qiling desa, masalan, namoz o'qing dedi, namoz qildik, ibodat. Haj qiling dedi, hajga bordik, ibodat. Zikr tasbih ayting dedi, zikr tasbih aytdik, ibodat. Xuddi shuningdek Allah ishg'oliyat kuchib qolsangiz, tajovuzchini qarshi urush qilib qo'g'lab chiqaring. Va akhrijuhum min haythu akhrajukum. Sizlarni nereden qo'g'lab chiqargan bo'lsa, sizlar ularni qo'g'lab chiqaringlar. Sizlarga qanday tajovuz qilgan bo'lsa, o'xshash metodni qo'llanib ularni haydab chiqaringlar. Qanday eskilik qilgan bo'lsa, shuning qarshilik beringlar deydiganni Allah buyurdi bizga. Allah'ning bu buyrug'ini ijro qilib, Xitoy tajovuzchilarini Sharqiy Turkistondan qo'g'lab chiqarish, vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish, Sharqiy Turkiston mazlum bechora xalqini ozod qilish İslamiyet bizga akab bergan yo'g'on bir ibodat. Bu ibodatni qilmay turib, dunyo va oxirat qutlug'i bo'lmaydi. Shuning uchun ibodat deyishimizning sababi shu. Sharqiy Turkistonni mustaqil qilish, Sharqiy Turkiston uchun ishlash, Sharqiy Turkiston uchun siyosiy maydonga kelib, siyosatga aralashish ibodat deyishimizning sababi shu. Rahmat. Buni pek yaxshi tushuntirib berdingiz. Necha vaqtdan turdi bo'layotgan ming'ijishlar, suyuqlantirishlarning hammasiga javob bo'ldi deb qarayman buni. Chunki bizning siz deganingizdek bizning tahi ummatchilik qiladigan salohiyatimiz yo'q. Bu oddiy nuqtadan bizning to'rda talishib o'tirib, boshqalarni ozdiradigan salohiyatimiz texmi yo'q. Faqat Sharqiy Turkistonning mustaqillik uchun to'g'ri yo'l tutishlar bizga vojib. Boshqaning hammasi quruq gap, bekor gap. Endi bu oldimizda Ramazon kirish oldi turdi. Ramazonlik xalqimizdan kutadigan ulug' tilak va chaqiriqlaringizni anglab baqsiz. Rahmat. Qarindoshlar, Ramazon kelyapti. Ramazon bek ulug' bir vaqt. Misol berishga to'g'ri kelsa, Ramazon har yil keladi. Shu har yil Allah mush Ramazonni bahona qilib turib, insonlarning gunohlarini mag'firat qilib olish, insonlarni aqlab olish uchun Allah bahona izleydigan, Allah'ın bahane izleydigan bir vakti bu. Bo'lmasa zaman Allah üçün hemmisi o'xshash. Biz üçün mü o'xshash? Şu Ramazan'da 24 saat bir gün, hazır 24 saat. Ama bu Ramazan'ın ulug' bo'lishi Allah'ın kalamı, Allah'ın emir fermanı bizga münasebetlik. Muş Ramazan'da bizga keldi. Şunun için Ramazan ulug'. Bu Ramazan'da Allah şu bahane izlep durup, muş bendelerimni bir qiziq tutsam, men tarafga kelsa, to'g'ri maydonga o'tsa, muş bendelerimni bir mag'firat qilib olsam, bir jannatga kirgizib qo'ysam hammasini deb, bizga marhamat qilib Ramazonni tayyorlab beraylik. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom Ramazonda nima deydi?
üç türlük adamning baxti yor vermesin. Yani baxti ta'ti kelsin. Yoki vayron bo'lsin. Beşini yesin degandek bir kelimani qo'llandi. Buning da arabchasi rag'ima an farajulin deb o'tadi. Rag'ima degan halqa yagi yiqilib, qo'panmay, qo'pidigan vaqtda buni yagi surtilib, tingan vaqt to'pi buniga chirib ketib, o'pkisiga ketib, qishlandiq adam. Qo'panmay buni og'zimiz to'pining tagida qolsa, tinmasak dahi bo'lmagan, tinil desak to'pi bunimizga chirib ketib qolgan. En ağır bir ahval. Aşındaq ağır ahvalda qalsın deydigan bir beddua bilan başlaydı. Qağış bilan başlaydı. Bu üç türlük adam biri zukirtu indahu felem yusalli aleyhi. Men bu adamga tushundirilgan vaqtda Muhammed Aleyhisselam bundaqda Muhammed Aleyhisselamning vaqt chiqqan vaqtda ko'nglidan meni qo'llamagan edi. Felem yusalli alayhi degan mana durut aytmadi deymiz. Durut aytishni Allohumma salli ala Muhammad. Ey Allah Muhammed Aleyhisselamga destek ve Muhammed Aleyhisselamni qo'lla degan gap. Allah ve Allah'ın peygamberleri Muhammed Aleyhisselamni qo'llaydi. Ey mu'minlar sizlarni qo'llanglar deydigan oyat va Muhammed Aleyhisselamni qo'llash bir ibodat bizning vazifamiz. Shu Muhammed Aleyhisselamning gapi chiqsa, Allohumma salli ala Muhammad demagan adam, Muhammed Aleyhisselamni qo'llamagan adam baxtsiz bo'lib ketsin deydi. İkincisi de Ramazan keldi. Ramazanni o'tkazdi 30 kunni, ammo gunohlari hala shu peti qaloqliq. Allah Ramazanda insonlarga yalveraylik, bandalarim ibodat qilinglar, ya qilinglar gunohlarni mag'firat qilib qo'y deb Allah 30 kun ichida yalverdi. Leylatul Qadrda en ağır şekilde yalverdi. Bayram kunlarida Allah yalverdi. Aşındaq yalvergen kunlarda mı Allah'ın aldığı barmay, haq meydanға qaytib kelmay, tövbe qilmay, gunohlari kechirimsiz qolgan inson baxtsiz bo'lib ketsin. Üçüncü türlüki hayat vaqtida ata-onasi ikkilisi yoki bir hayat bo'lib ata-onasining duosini olmay, ata-onasi dunyodan o'tib ketib qolgan. Ata-onasining duosini olmagan insonlar baxtsiz bo'lsin deb duo qiladi. Endi bu hadisni kelishimizning sababi shu Ramazon kelgan vaqtida gunohlaridan kechirim qilinmay qolib qolgan insonlar baxtsiz bo'lsin deb bir qag'ish va buada. Buni men buada nimishqa bu aqlimga keldi degan vaqtda, nimishqa bu hadisni dedim degan vaqtda biz Uyg'ur millati dediki kasallik bek og'ir tuyuldi menga. Bizning xalqimizda, Sharqiy Turkiston xalqida ma'naviy bir kasallik bor. Bu kasallikning tufaylidan hatto hushimizdan ketaylik, millat sifatida hushimizdan ketaylik. Bu hushini ketkizib etishni bir azob sifatida Allah Qur'oni Karimda deydi, fa'akhadathum sa'iqa. Mushu badbaxtlikdan, bek dunyoparast bo'lib, ruhiy o'lganlikdan berildigan bir azob as-sa'iqa degan, hushidan ketkizib etadigan azob degan gap. Endi mushu azob bizning beshimizda bormiki deb ensirayman. Davamlıq ensiraydiganim bu qanday azob desa, endi sizlar doktor bo'lgan odam oldidan kasalga diagnoz qo'yish kerak-ku. Adamda mandaq kasal bor ekan deyish uchun diagnoz qo'yish kerak. Bizning xalqimizda bir o'yg'onmaslik, tirilmaslik kasalimiz bor. Buni Allah Qur'oni Karimda shu o'yg'onmaslik, tirilmaslik kasalini sa'iqa deb ataydi. Yana bir yerda az-zillatu vel maskana. Mesela ve duribat aleyhimuz zillatu vel maskana. Bu tipdagi insonlarga zillat ve maskanat tam urilib ketdi deydi. Zillat degan xorliqni qabul qilish. Mesela bizning millat bu shunday yashsin bo'ladi. Evet. O'lib qolmagan ekan tiniblam tursak bizim xalqqa o'xshash yashayapmiz deb ma yashash tarzimizni boshqa millatlarga o'xshatib
musha hayotni normal hayot deb qabullanganning ismini az-zillatu deydi. Normalda normal iymoni va normal vijdoni va odamning beshiga kelsa, qarvesib qolganda qo'rqo'g'ini sakrab qo'pab ketgandek, sakrab qo'pab ketishimiz kerak normalda. Ammo bizning qishimizga yo'lbos kelsimi o'xshash, yivita deb qo'rqmaymiz. Yijlan chayin kelsimi o'xshash, shundoq bir uxlashimiz borki, hech nima uyg'otolmayotdi. Hozirgi mush zulm, mush irqiy qirg'inchilik xalqimizni uyg'otolmayotdi. Mushniga qarab, mushu Bani İsrail uchun Allohning qo'llangan bir kalimasi mushu va duribat alayhimud-dillatu val maskana. Ma kasalninki diagnoz qo'ygan vaqtida ikki kasalda o'xshash simptomlar bo'lsa o'xshash kasal bo'lgan bo'ladi-ku, normalda shunday diagnoz qo'yiladi. Hamma narsa o'xshash bo'lgandan keyin o'xshash kasal deymiz. Bani İsraildagi kasallik duribat alayhimud-dillatu val maskanatu shu kasallik bizda ba'da his qilib, shuning uchun hadisni kallamga kelishning sababi shu qarindoshlar. Agar biz mushundaq o'zimizning bo'shanligidan, Allohning amri farmonini tingshamaganligimizdan, İslamiyatdan chiqib ketganligimizdan, hamma eskilikni qilib turib, o'zimizni musulmon hisoblab, hammadan yaxshi odamlar biz deb o'ylab yurganligimizdan, Allohning achchig'i kelib, bizga zillat va maskanat tamg'osini urib yetib qolgan bo'lsa, Nauzubillah, Allah saqlasin da, inşallah mening bu yomon gumonim bo'lar, to'g'ri chiqmas. Agar to'g'ri chiqib qolgan bo'lsa, qarindoshlar, biz millat sifatida mush ro'za Ramazonda tövbe qilib to'g'ri yo'lga qaytib kelmasak, gunohimiz kechirim qilinmaydi. Ramazonda gunohimiz kechirim qilinmagandan keyin, Payg'ambar alayhisolamning qag'ishi bo'yicha buni to'piga surtilsin, to'pining ichida aşındaq vayron bo'lsin degan beddua kuchga ega bo'lib mengaverdi. Har yil Ramazon keladi. Nurg'un odamning gunohlari kechirim qilinadi. Bizning ham kechirim qilinmaydi. Ramazonning oldidagi ahvolimizga o'xshash, Ramazonning keyingi ahvolimizga o'xshash bo'g'iniga qaraganda bizning shu qasmaq gunohlarimiz kechirim qilingan emas. Kechirim qilingan chaqda kasallab qolgan odamni operatsiya qilib, halqa maynet binasini elib chiqarib etgandan keyin kasalliklarni kasal saqlash kerak birozdan keyin, bir haftadan keyin, bir oydan keyin asli kelish kerak. Ammo biz har Ramazonda duo qilamiz, vaqiraymiz, jaqiraymiz, duo qilamiz, ammo ahvolimizda qilchilik o'zgarish yo'q. Bu ahvoldan qaraganda bizda ash kasallik bo'lib qolgan bo'lsa deb qarindoshlar, bu bir ogohlantirish bo'lsin xalqimizga. Mush Ramazonda ey Alloh, bizga zillat tamg'isini o'g'an bo'lsang, maskanat tamg'isini o'g'an bo'lsang, bizga soiqa azobini evatib bizni hushimizdan ketkizib o'tgan bo'lsang, biz sen tarafga o'tishni xohlaymiz. Bizning sen tarafga o'tib olishimizga qo'limizdan tutib bizga yordam qilib qo'ygin. Tövbe qila olishimizga kuch-quvvat bergin, istig'for aytishimizga kuch-quvvat bergin deb Allohga yolvoraylik. Hammamizning shaxsiy gunohlarimiz bor qarindoshlar. Inson bo'ldikimiz shaxsiy gunohimiz bo'ladi. Ammo millat sifatidagi gunoh, Uyg'ur xalqi sifatida yoki Sharqiy Turkiston xalqi sifatida bo'layotgan gunoh vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga qatnashmaganlikdan yo'g'on gunoh bo'lmaydi. Sharqiy Turkistonning mustaqillik harakatiga qatnashgandan yo'g'on savobmi bo'lmaydi, yo'g'on ibodatmi bo'lmaydi. Shuning uchun davomliq deydiganim, biz Sharqiy Turkiston xalqiga milliy tövbe, milliy istig'for lozim. Ya'ni millat sifatida umumyuzlik tövbe qilishimiz lozim. Millat sifatida umumyuzlik istig'for etishimiz lozim. Hatto buni bilmaydigan odamlarga nisbatan biladiganlarim, ey Allohim, mening ma xalqim miyadikilar, masalan. Mavlu bilmaydi bu haqiqatni, mushularning nomidan men istig'for aytaman, men millatimni ko'chirgan, men millatimni afv qilgan deb o'z millatimiz nomidan ko'chirim so'raylik. Birsimizning nomidan ko'chirim so'raylik. Mush Ramazonda Allohning rahmatiga erishishga, zaten Ramazonning avvali rahmat, avvalidagi 10 kun,
o'ttirisdagi 10 kun mag'firat, eng oxirgi 10 kun cehennemden azatlık deyildi bu hadiste. Bu cehennemden azatlık bek yoğun musibet. Muş Ramazan'da cehennemden azat kılış boğay yerde. Xitaydan azat ulaş, cehennemden azat boğandan tekimi asan. Şu cenimizni tiksek lan zaten cenimizden başka bir kalmadı hazır. Şu doğru niyet kilam kelsek, doğru meydanı kelsek, cenimizden tiksek lan buluduğun iş. Ama o cehennemge cenimni tiktim degan bilan qutulolmaydigan bir narsa. Aşında qutulgul bo'lmaydigan cehennemden muş Ramazanda Allah qutqazganga qaraganda Xitoydan qutqizish texmi oson. Shuning uchun xalqimizdan meningki iltimos qiladiganim millat süptide Allah'a tövbe qilayli, Allah'a istig'for aytayli, millat süptide birsimizning gunohlarimizga istig'for aytayli, hatto birsimizni ko'chirib yetayli qarindoshlar. Biz Xitoy istixborotining kuchi bilan bek izilib ketdik. Bek ta'tiyolab qoldik birsimizga. Hammamizning niyatimiz yaxshi turg'uliq, yaxshi niyatli insonlarmi bir-birimiz bilan chiqishamaydigan holga kelib qoldik. O'zimizni bir isloh qilishga tirishayli mush Ramazonda. Bizmi inson bo'lgandan bir Allohga yarashga tirishib baqayli. Ey Alloh, meni sen de inson deb, odam deb yaratibsan. Sana yaranishni xohlayman. Sening bir yaratqidek holga kelishingni xohlayman. Mening ahvolimni tuzaltib qo'y degan mazmunda tövbe istig'for aytayli, aramizni isloh qilayli, birsimizni ko'chirim qilayli deydigan so'zim bor. Gapim tugadi. Rahmat. Mening hech qanday ortiq bir gapni qaytishimning hech qanday o'rni yo'q, chunki pek esil bir diniy nutq bo'ldi. Ko'p rahmat. Alloh ajrlarini katta qilsin. Bugun ajratgan vaqtlar uchun ko'p rahmat. Bugun programmamiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Hammanglar va Allohga emanet. Xayr xo'sh. Abdulla Xatlam tamomlam. Allohga emanet. Allohga emanet. Xo'sh.